Xayrli kech, aziz tinglovchilar. Yana bir bor yakshanba kuni kechki payt soat 9da sizlar bilan jonli efirda ko'rib turganimizdan xursandmiz. Jonli efirimiz endi boshlandi. Hozir sekin-sekin tinglovchilar ulanadi. Biroz kutib turamiz. Yaxshimisizlar? Hafta hammada yaxshi o'tdimi? Bu yil yoz juda ham noodatiy bo'lyapti O'zbekistonda. Hech qachon ko'p yomg'ir yog'magan. Bu yil juda ham ko'p yomg'ir yog'yapti. Yozda hali unchalik issiq bo'lmayapti. Lekin odam maza qilyapti, zo'r bo'lyapti. Juda yaxshi haqiqatdan men o'zim ham shu chilla sal cho'zilsa, keyin kelsa yoki umuman kelmasa ham rozi bo'lardim deb turibman. Lekin havo yaxshi bo'lyapti. Tabiatni o'zi Xudo bizga bergan har qanaqa havosi ham yaxshi, marhamat deb qabul qilamiz, lekin yomg'ir odamni alohida xursand qilyapti. Bunaqa havo isib ketmayotgani. Xudoga shukr, hurmatli tinglovchilar, sizlarda ham kunlar yaxshi o'tyapti, yoz yaxshi o'tyapti degan umiddaman. Menimcha hamma talabalar, o'quvchilar kanikuliga chiqib olib, maza qilib dam olishyapti. Ota-onalar otpusga chiqishyapti ko'pchiligi. Yoz yaxshi o'tyapti degan umiddaman. Demak, aziz tinglovchilar, bugungi mavzuyimizga o'tamiz. Biz bugun muqaddas kitob Jannat va do'zax haqida nima deydi, shu narsalar haqida gaplashamiz. Mabodo agar shu mavzuga tegishli savolinglar bo'lsa yoki fikringlar, izohinglar bo'lsa, bemalol yozib qoldirishinglar mumkin. Biza hamma savollarga javob berishga, izohlarni o'qishga harakat qilamiz. Menimcha hamma odam, ayniqsa Xudoga ishonadigan, hayotida Xudoga katta o'rin ajratadigan odamlar vaqti bilan jannat va do'zax haqida fikr yuritishsa kerak. Nima bo'ladi? Bizani oldinda nima kutyapti? Nima uchun biz yashayapmiz deb hammamiz bilamiz. Bu hech kim uchun sir emas. Biz bu yer yuzida vaqtinchalikmiz. Xudo Muso aytgandek 70-80 juda ham kuchli bo'lsa, balki 90 yil yashaymiz. Nari borsa 100 yil balki yashaymiz. Lekin baribir bir kunmas-bir kun bu dunyodan ko'z yumamiz va ruhimiz qatga ketadi. Bizani keyin nima kutyapti? Bu savol menimcha nafaqat Xudoga ishonadiganlar, balki Xudoga ishonmaydiganlar, hech bir dinda bo'lmagan insonlar ham o'ziga vaqti bilan bu savolni berib turishsa kerak va bugun biz harakat qilamiz. Aynan shu mavzuni yoritishni biza bu dunyodan ko'z yumganimizdan keyin qayerga boramiz va u yerda odamlarni nima kutyapti? Hamma biladi, jannat yoki osmon shohligi, abadiy hayot. Hamma har xil aytadi bitta tomonda solihlar uchun va ikkinchi tomonda biz bilamiz abadiy do'zax yoki jahannam. Har xil so'zlar bilan ataladi, abadiy o'lim bor. U va bu tomonda insonlarni nima kutyapti? Aynan shu haqida gaplashamiz va umid qilamiz tinglovchilarga bu mavzu qiziqdi. O'zi umuman olganda jannat va do'zax haqida muqaddas kitob nima deydi? O'zi odamlarni nima kutyapti bu yer yuzidan ko'z yumgandan keyin? Nima deysiz? Nima deb o'ylaysiz siz? Qiziq savol. Endi shunaqa tushuncha boru, ya'ni fizika va metafizika. Ya'ni fizika bu bizni olamimiz, ko'z bilan ko'rish mumkin bo'lgan, qilish mumkin bo'lgan, ushlab ko'rish mumkin bo'lgan qaysidir ma'noda. Lekin shu paytni o'zida, ya'ni metafizika tushunchasi bor, ya'ni bu biz his qilishimiz qiyin bo'lgan, ko'rishimiz yoki ushlab ko'rishimiz imkonsiz bo'lgan narsalar va jannat va do'zax haqida suhbat qilganimizda aynan shu metafizik olamga tegishli tushunchalar. Ba'zan shunaqa savollar tug'iladi. Misol uchun, nimasan, borib keluvmiding, do'zaxni qanaqaligini ko'rganmisan yoki jannatni qanaqaligini ko'rganmisan degan savollar tug'iladi. Lekin hech bir inson yo'qki borib u yerda nima borligini yoki bo'lmasa do'zaxni holatini yoki jannatni holatini ko'rib kelgan. Lekin Xudoyimizga shukrki, ya'ni Xudoyimiz o'zini kalomi orqali insoniyatni jannat haqida, do'zax haqida fikr yuritish uchun kerakli ma'lumotlarni bergan va muqaddas kitob orqali, Xudoning kalomi orqali biza qisman bo'lsa ham shu jannatni va do'zaxni tasavvur qilishimiz mumkin. Endi jannat haqida gaplashganimizda avvalambor
biz shuni bilishimiz kerak. Ya'ni Xudovand insoniyatni yaratganda Eden bog'iga joylashtirdi. Ya'ni biz buni muqaddas kitobni birinchi kitobida o'qiymiz, ibtido yaratilish kitobida Eden bog'iga joylashtirdi va Xudovand insoniyatga amr berdi. Ya'ni ko'payinglar, uvali-juvali bo'linglar va butun yer yuzini to'ldiringlar. Shu qatorida, ya'ni yer yuzida hukmronlik qilinglar, yer yuzini itlov beringlar, yer yuzini qo'rovlanglar deb Xudovand shu birinchi insonga, ya'ni odam atoga va Havoga shunaqa amr berdi. Lekin afsuski biza bu voqeani o'qiganimizda insoniyatni hayotiga gunoh kirib keldi va gunoh kirib kelishi oqibatida ko'p narsalar, ya'ni o'zgarib ketdi. Ya'ni gunoh kirishni oqibatida insonni hayotiga uyat keldi. Uni ketidan o'lim kirib keldi va bugungi kunda biza ko'rayotgan barcha shu yomon narsalar aynan shu Eden bog'ida boshlangan gunohni evazi. Ya'ni insoniyatni hayotiga gunoh kirib kelishining evazi bugun biza yaqqol buni hosilini ko'rishimiz mumkin. Yaqqol buni nima deydi? Ya'ni oqibatini ko'rishimiz mumkin. Xuddi biz umuman jannat va do'zax haqida gapirarkanmiz, biz endi ishonamiz, hamma narsani Xudo yaratgan. Amin. Biz ishonamiz, bu dunyoni Xudo yaratgan, insonni Xudo yaratgan. Har xil nazariyalar bor. Kimdir aytadi, maymundan odam yaralgan, kimdir aytadi, katta bir portlash sodir bo'lgan, keyin hamma narsa yaralgan deb. Lekin biz imonlilar sifatida, Iso Masihning izohlari sifatida hamma narsani Xudo yaratganligiga ishonamiz. Endi mana jannat bilan do'zax bor deyapmiz. Nima uchun, nima maqsadda Xudo ularni yaratgan? Bunga ham kelamiz. Lekin men fikrimni davom ettiradigan bo'lsam, avvalambor biza jannat haqida gaplashganimizda shuni bilishimiz kerakki, aslida boshida jannat yer yuzida bo'lgan. Chunki ba'zi dinlarda shunaqa tushunchalar bor. Jannat osmonda bo'lgan va odam ato bilan Havo gunoh qilishgandan keyin ular yer yuzida paydo bo'lib qolgan. Va ba'zi man shunaqa insonlar bilan gaplashganda ularga savol berganman, ya'ni qanaqa qilib, ya'ni jannat osmonda bo'lsa, odam ato va Havo osmonda bo'lsa, gunohdan keyin ular yer yuzida paydo bo'lib qoldi. Ya'ni boshqacha qilib aytganda, mantiqan shunaqa xulosa chiqarsak bo'ladi, odam ato birinchi kosmonavt, ya'ni osmondan yerga tushdi. Lekin aynan muqaddas kitobda biz o'qiymiz, birinchi ya'ni jannat bu Eden bog'ida, ya'ni yer yuzida bo'lgan va ba'zi shu izlanish ishlarini olib boradigan olimlarni gapiga ko'ra, ya'ni shu bugungi kundagi Iroq, Eron shu hududlarda bo'lgan deb taxmin qilishadi. Albatta bularning hammasi taxmin. Lekin qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, ya'ni shu Eden bog'i osmonda emas, yer yuzida bo'lgan. Avvalambor biz shuni bilishimiz kerak. Lekin afsuski, boya aytib o'tganimizdek, insoniyatni hayotiga gunoh kirib kelishi bilan birga boshqa ko'p yomon narsalar ham sodir bo'lishni boshladi va odam jannatni, ya'ni Eden bog'ini yo'qotdi. Lekin Xudo bu bilan chegaralanib qolmadi. insoniyat jannatdan mahrum bo'lishidan qat'iy nazar, Xudovand insoniyatni shu muammosini hal qilish uchun odam atoga va Havoga va'da berdi, ya'ni men yer yuziga najotkorni yuboraman. Va biza shu birinchi kitobdan boshlab to eski ahddagi barcha kitoblarda bu chiziqni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni barcha kitoblar najotkor kelishi haqida, qutqaruvchi kelishi haqida, ya'ni gunohni ustidan g'olib chiqadigan shaxs kelishi haqida, o'limni ustidan g'olib chiqadigan shaxs kelishi haqida bashorat qilindi. Barcha muqaddas payg'ambarlar orqali, barcha Xudoni odamlari orqali bu bashorat doim gapirib kelindi va bizani shu birinchi
asrimizda Iso Masih yer yuziga keldi. Va Iso Masih yer yuziga kelib, ya'ni biz bilamiz, u 33 yoshga to'lganda bashorat bo'yicha, ya'ni bu tasodif emas, chunki buni farqi juda ham katta. Aynan bashorat bo'yicha eski ahddagi payg'ambarlarni payg'ambarchiligi bo'yicha u Hojga borib qoqildi, Hojda azob chekib o'ldi va 3-kuni qayta tirildi. Ya'ni Xudo tarafidan yuborilgan Iso Masih shu orqali o'limni yengdi. U nafaqat o'ldi, shu bilan uni hayoti tugab qoldi, balki u 3-kuni qayta tirildi. Va Iso Masih shu orqali ko'rsatib berdiki, ya'ni unga iymon keltirganlar, unga ishonganlar o'lsa ham tiriladi va abadiy hayotga ega bo'ladi. Biza yangi ahd o'qiymiz, shaxsan Iso Masih o'zi haqida shunaqa gapiryapti: "Men yo'l, haqiqat va hayotdirman. Xudoni oldiga olib boruvchi mendan boshqa yo'l yo'q." Ya'ni agar biz tarixga qarasak, biron bir payg'ambar, biron bir shaxs o'zi haqida bunaqa gaplarni gapirishga jur'at etmagan. Ya'ni u payg'ambar kim bo'lishidan qat'iy nazar, qanaqadir qisman Xudo haqida gapirgan, qanaqadir bashoratlarni gapirgan, qanaqadir amallar haqida gapirgan. Lekin men yo'l, men hayot va men haqiqatdirman deb hech qaysi bir payg'ambar, hech bir shaxs o'zi haqida bunaqa gapirishga jasorat topa olmagan. Lekin biz muqaddas kalomda o'qiymiz, aynan Iso Masih o'zi haqida shunaqa guvohlik beradi. Va biz ishonamiz, Rabbimiz Iso Masih shu jannatga eltuvchi yo'l. Ya'ni Iso Masihdan boshqa yo'l yo'q jannatga borishga. Demak, o'zi men sizni to'g'ri tushungan bo'lsam, siz aytyapki, avvalambor inson o'zi jannatda istiqomat qilish uchun yaratilgan. Albatta, ya'ni Xudovand insonni jannatda joylashtirdi, lekin gunohning evaziga inson jannatdan mahrum bo'ldi. Endi tasavvur qiling, agar Xudo o'sha jannatda odamni qoldirganda, ya'ni bir paytni o'zida jannat va bir paytni o'zida yovuzlik, bir paytni o'zida gunoh. Bu ya'ni bir-biri bilan mos kelmaydi. Ya'ni jannat u yerda Xudoning huzuri, u yerda muqaddas, u yerda hech qanaqa gunoh yo'q, u yerda hech qanaqa azob uqubat yo'q, u yerda hech qanaqa o'lim hokimiyati yo'q. Ya'ni Xudovandning huzuri. Shuning uchun ham Xudo Iso Masihni qurbonlik hodisi qilib butun insoniyat uchun yer yuziga yubordi. Va biz iymonlilar sifatida biz ishonamiz, bu hayotdan ko'z yumganimizdan keyin biz demak insonni oxirgi manzili bu yana jannat. Amin. Ya'ni Iso Masih esingizda bo'lsa, Yuhanna Injilida shunaqa so'zlarni gapiradi. O'liklar meni ovozimni eshitganda ular tiriladi deydi. Ya'ni hech bir payg'ambarni, hech bir shaxsni ovozini eshitganda hech kim shu kungacha tirilmagan va tirilmaydi. Lekin yagona Iso Masihni ovozi orqali, ya'ni so'zi orqali o'liklar qayta tiriladi. Tushunarli. Demak, biz jannat haqida gaplashyapmiz. O'zi bizani nima kutayapti oldinda? Mana abadiy hayot, jannat, osmon shohligi deymiz, qanaqa? Chunki hammada har xil tushunchada. Kimdir aytadi, maza qilib o'ynab kulib yashaymiz u yerda. Kimdir balki ishonar, u yerda mana turmush o'rtog'im bo'ladi deb. Ba'zilar o'ylashadi, biz u yerda faqat Xudoga sajda qilamiz. Tuni kun 24/7 deb. O'zi muqaddas kitob bu haqida nima deydi? Biz nimani kutishimiz mumkin? Endi to'g'ri aytdingiz, jannat haqida gapirganimizda insonlarda har xil tushuncha, har xil fikr. Misol uchun jannat haqida boshqa din vakillari ham gapirishadi. Misol uchun boshqa din vakillarini tushunchasi bo'yicha jannatda qanaqadir insonni xohishlarini qondiradigan narsalar bo'ladi. Hattoki ya'ni inson bu yer yuzida o'zini nimadan tiysa, ya'ni o'sha narsaga jannatda erishadi. Misol uchun siz yer yuzida ichkilik ichmayapsiz va shuni mukofoti evaziga, ya'ni siz bu yer yuzida o'zingizga tiyganingiz uchun jannatda sizga ichkilik beriladi, ya'ni sharob beriladi. Va shunga o'xshagan
har xil va'dalar Mhm. odamlarni tushunchasida. Lekin biz bizga bu narsaga to'g'riroq qaraydigan bo'lsak, bu yerda o'sha odamni ichki ehtiroslaridan kelib chiqqan jannat tasavvur qilinyapti. Chunki insoniyatni tabiati shuki, ya'ni insoniyat agar yolg'iz qolsa, ko'pincha qanaqadir baxtli narsalarni tasavvur qilishni boshlaydi. Mhm. Qaniydi hozir man biron bir dengiz bo'yida bo'lib qolsam, u yerda shunaqa bo'lsa, mevalar bo'lsa, ya'ni insonni xohishini, ichidagi xohish ehtiroslarini qondiradigan narsalar haqida inson tasavvur qilishni boshlaydi. Ya'ni har bir insonni shunaqa his, tuyg'u ichida bor. Mana man masalan dengiz yaxshi ko'raman-da, plyajlarni yaxshi ko'raman. Man qattiq bo'lmasdan jannatda plyajlar ko'p bo'lsa, dengiz bo'lsa, taxminan shunaqa bo'lsin-da. Shunaqa, ya'ni bizda shu yer yuzida san o'zingni nimadan teysang, o'sha narsaga erishasan degan jannatda aynan sizni mana shu aytgan gapingiz bilan tasavvurlasa bo'ladi. Ya'ni man yer yuzida o'zimni sharobdan teyaman, lekin jannatda ariqlardan sharob oqadi. Yoki bo'lmasa yer yuzida man biron bir narsadan o'zimni teyaman, jannatda menga misol uchun 10 ta xotin beriladi yoki 10 ta erkak beriladi. Ya'ni shunaqa tasavvurlar qilish mumkin. Lekin bu insonni o'zining ichki ehtiroslaridan kelib chiqqan jannatni tasvirlab beradi. Endi aynan muqaddas kitob aytadigan jannat haqida gaplashadigan bo'lsak, avvalambor biz bilamiz, ya'ni jannat bu Xudoning huzuri. Biz yer yuzida bugungi kunda qisman Xudoning huzurini boshimizdan kechiramiz. Bilasizmi, aslida odam ato bilan momo havo shu Eden bog'ida bo'lishganda, u yerda Xudoning huzuri 100% edi. Va odam ato bilan Xudo to'g'ridan to'g'ri muloqot qilishardi. Lekin gunohning evaziga Xudoning huzuri u yerdan ketishni boshladi. Sababi Xudo muqaddas va Xudo gunohkor joyda o'zini huzuri bilan yashamaydi. Va Xudoning huzuridan yer yuzi qaysidir ma'noda mahrum bo'ldi, odamzod mahrum bo'ldi va endi biza ishonadigan jannat bu birinchi o'rinda, ya'ni Xudoning huzuri to'lalig'icha bo'ladigan makon, Xudoning huzuri 100% bo'ladigan joy. Demak, biz jannat va do'zax haqida gaplashamiz. Birinchi biz aytgan narsamiz, jannat o'zi inson uchun yaratilgan va jannat bu muqaddas joy. Hech qanaqa gunoh o'tda bo'lmaydi yoki hech qanaqa odam o'z ehtiroslarini ifoda etoladigan joy emas. Biz aytamiz, jannat bu muqaddas joy va jannat yoki osmon shohligi bu to'liq Xudoning huzuriga to'la bo'ladigan joy. Amin. Lekin biza insonlar sifatida balki to'g'ri bo'ladimi shunaqa savol berishim. Biz nima qilamiz u yerda? Kunimiz masalan qanaqa o'tadi? Va u yerda qanaqa tushunchalar bo'ladi? Masalan, vaqt degan tushuncha bo'ladimi? Endi bu narsa haqida ta'kidlash, oxirigacha ta'kidlash juda ham qiyin. Misol uchun, esingizda bo'lsa, 2-Korintiklar maktubi 12-bobda 4-oyatda shunaqa so'zlar yozilgan. Imkoniyatimiz bo'lsa o'qib bering. 2-Korintiklar 12-bob 4-oyat. 2-Korintiklar 12-bob. Jannatga ko'tarilganda insonning tili ta'riflashga ojiz bo'lgan so'zlarni eshitdi. Bunday so'zlarni inson tilga olmasligi kerak. Havoriy Pavlus bu yerda o'zi haqida guvohlik beryapti. Va Havoriy, agar biz butun bobni, shu butun kontekstni o'qiydigan bo'lsak, ya'ni Havoriy Pavlus shu ruhiy olamni ko'rdi, jannatni ko'rdi. Lekin Havoriy Pavlusning gapiga ko'ra, ya'ni u yerda men ko'rgan narsalarni oxirigacha yetkazib berish, tushuntirib berish, ifodalab berish imkonsiz deb aytyapti. Chunki bu haqida bir
gapirgan edik, ya'ni insonni tili, bizi ishlatadigan, yer yuzida foydalanadigan shu so'zlar, harflar oxirigacha ruhiy olamdagi haqiqatlarni ochib berishga qodir emas. Ya'ni qaysidir ma'noda insoniy til chegaralangan. Shu uchun jannatni oxirigacha tasavvurlash judayam qiyin masala, ya'ni imkonsiz. Lekin biz ishonamiz, ya'ni jannatda Xudoni huzurida ko'p savollarga javobni o'zi kerak bo'lmaydi. Nimaga? Chunki avvalambor u yerda shu Xudoni o'zi hukmronlik qiladi. Buni biz kalomda o'qiganimizda bu har xil so'zlar bilan yoziladi. Ya'ni osmon shohligi, Xudoni shohligi, ya'ni Xudoni 100%lik huzuri. Mana biz bunaqa jannatga ishonamiz. Va bunaqa jannatda, ya'ni Xudoni o'zi huzuri bilan yashaydigan jannatda qanaqadir insoniy ehtiroslarga, insoniy xohishlarga, qanaqadir insoniy muhtojliklarga hojatni o'zi qolmaydi. Chunki barcha bu narsalar Xudovandda mujassam. Hozir siz gapirayotganingizda esladim, muqaddas kitobda shunaqa oyatlar bor. Siz to'g'ri aytyapsiz. Bitta tomondan biz tasavvur qila olmaymiz. Biz o'zi insoniy qanaqadir toifalar bilan, kategoriyalar bilan bu haqida fikr yuritishimiz ham qiyin-da. Chunki baribir biz ruhiy olamni, Xudoni oxirigacha o'zimizni ongimiz bilan siz aytgandek anglab yetishimiz imkonsiz. Lekin bizga muqaddas kitobda aniq qilib yozilgan narsalar bor va menga eng bir umid beradigan, meni ko'nglimni ko'taradigan oyatlardan bittasi bu Vahiy kitobi 21-bob 4-oyat. Ya'ni siz yaxshi bilsangiz kerak bu oyatni. Shunaqa so'zlar yozilgan. Xudo ularning ko'zidagi har bir tomchi yoki artib qo'yadi. Endi o'lim mavjud bo'lmaydi. Hech kim qayg'urmaydi, yig'lamaydi, azob chekmaydi, zero avvalgilar o'tib ketadi. Amin. Bu yerda yana biz bitta narsani ta'kidlab o'tishimiz kerak. Ya'ni kalomga ko'ra Xudo yangi yerni va yangi osmonni yaratadi. Boya siz shunaqa savol berdingiz, ya'ni u yerda vaqt-soat bo'ladimi? Bu masalada biz taxmin qilishimiz mumkin, chunki aynan Vahiy kitobida yozilgan. Ya'ni u yerda mevalar vaqt soatida, daraxtlar vaqt soatida mevasini, hosilini beradidir. Ya'ni shu oyatdan biz taxmin qilishimiz mumkin, qaysidir ma'noda vaqt tushunchasi ham bor. Va bu qatorida yana taxmin qilishimiz mumkin, agar birinchi jannat yer yuzida bo'lgan bo'lsa va birinchi jannatda insoniyat mana shu daraxt mevalaridan, o'simliklardan, boshqa ne'matlardan foydalangan bo'lsa, ikkinchi Xudo yaratadigan yangi yerda ham shunaqa hayotni tasavvur qilishimiz mumkin. Lekin farqli tarafi shundan iboratki, u yerda shu siz o'qib berganingdek ko'z yosh bo'lmaydi, azob uqubat bo'lmaydi, o'lim bo'lmaydi, gunoh bo'lmaydi. Ya'ni biz aytishimiz mumkin, biz aniq bilmaymiz jannat qanaqa bo'lishini, lekin biz aniq bilamizki, u yerda doim shodlik bo'ladi, xursandchilik bo'ladi, kasallik bo'lmaydi. Biz ham bu yer yuzida qiynayotgan hamma narsa, ya'ni qanaqadir azoblar, kasallik, nizolar, ko'z yosh to'kish, shunaqa narsalar bo'lmaydi. Ya'ni abadiyatimiz faqat shodlik bilan to'la bo'ladi. Amin. Va bunga aynan sabab u yerda, ya'ni Xudoni 100%lik huzuri. Shu jannat haqida gapirarkanmiz, King bizga yana kommentariy yozibdilar. Boya biz boshida aytdik, boshida azalda jannat qayerda bo'lganligi haqida gaplashdik. Manimcha bularning savollari ham shunga tegishli bo'lsa kerak. Demak, yozyaptilar. Odam ota bilan momo Havo yaxshilik va yomonlikni bilmasdi-ku. Nega Xudo shu daraxtni u yerga qo'ydi? Axir bu xuddi kichkina yaxshi yomonni bilmaydigan bolani ochiq rozetkalik xonada yolg'iz qoldirib, tok urgan bolani ayblashdek gap-ku. Aytgancha, jannatda shayton nima qilib yurgandi? Jannatga kirish bemalol ekan-ku, hatto shayton jannatda yurgan. Endi biz boya gapirdik-ku, avvalambor jannat deganda, ya'ni ayniqsa shu
o'zbek dunyoqarasida shunaqa narsa shakllangan. Jannat bu qanaqadir alohida joy, qanaqadir yer yuzidan ajratilgan joydir. Lekin biz aytganimizdek, ya'ni jannat aslida bu Eden bog'i va Eden bog'i bugungi kunda insoniyat yashayotgan yer yuzida bo'lgan. Ya'ni Xudovand insoniyatni yer yuziga joyladi. Shuning uchun shayton u yerda nima qilib yuribdi degan savolga endi oxirigacha to'g'ri bunga javob menimcha yo'q. Lekin bizni birinchi tushunishimiz kerak bo'lgan narsa aynan shu jannat deganda bu emas, aynan bu bugungi kunda yashayotgan yer yuzida bo'lgan. Lekin gunohni evaziga yer yuzida shu yovuzlik kundan kunga ko'payishni boshladi. Yaxshilik va yomonlikni bilishlari haqida-chi? Endi yaxshilik va yomonlik haqida, shu meva daraxti haqida gapiradigan bo'lsak, endi yosh bolani misol uchun shu ochiq razvedka joyiga qo'ysangiz, uni hali aqli yetmaydi. Bu narsaga u uchrashi mumkin va uni haqiqatan ayblasangiz bu noto'g'ri bo'ladi. Lekin odam ato bilan momo havoni Xudo yaratganda ular to'liq tushunchaga ega edi va Xudo ularga aytgan edi, ya'ni bu daraxtning mevasidan iste'mol qilmanglar deb. Ya'ni Xudo u daraxtni o'rnatib va odam ato bilan momo havo bilmasdan bu mevani iste'mol qilganidan keyin ularni ayblamadi. Soatimiz 9:30 bo'ldi. Yarim soatni biz jannat haqida gaplashishga sarfladik. Balki biz biroz vaqt ajratarmiz hozir. Xos kommentariylar kelsa yana o'qiyman, lekin undan avval balki biz biroz vaqt ajratamiz. Do'zax yoki jahannam yoki abadiy o'lim deymiz, shu haqida gaplashishga. Biz aytdik, boshqa avvalambor jannat bu Xudoni huzuriga to'la joy. Jannat odam uchun yaratilgan va jannatda abadiy shodlik, xursandchilik bo'ladi deb. Ya'ni biz bu narsalarni aniq ayta olmaymiz muqaddas kitobdan. To'g'ri, balki aniq ko'rinishini ayta olmasmiz. O'ta qanaqadir narsalarni oxirigacha tushunmasmiz. Lekin umumiy kategoriyalarda biz ayta olmaymiz. Do'zax haqida biz nimani bilamiz muqaddas kalomdan? Jannat haqida hozir mana gapirayotganimizda shuni yana ta'kidlab ketmoqchiman. Bilishimiz kerak bo'lgan muhim narsalardan bittasi, ya'ni jannatda insonni shu tanaviy xohishlaridan kelib chiqqan qanaqadir tana ehtiroslariga o'rin bo'lmaydi. Ya'ni bizda tasavvur qilish kerak emas, jannatni qanaqadir insoniy tabiatni xohishlarini qondiradigan joydir. Keling endi bo'lmasa qisqacha do'zax haqida gaplashamiz. Do'zax haqida gaplashishdan oldin shuni aytmoqchi edimki, ya'ni avvalambor Xudo hech kimni do'zaxga tushishini xohlamaydi. Misol uchun Butrus maktubida o'qishimiz mumkin. Ya'ni 2-Butrus 3-bob 9-oyatda yana bir marta qaytarib olasizmi? 2-Butrus maktubi 3-bob 9-oyat. Ba'zilar Rabbimiz kelmayapti, bergan va'dasini bajarishga u kechikyapti deb o'ylamoqda. Aslida unday emas, u sabr toqat qilyapti, chunki hech kimning halok bo'lishini istamay, hammaning tavba qilishini xohlayapti. Amin. Ya'ni avvalambor Xudoning irodasi, Xudoning xohishi bu har bir inson haqiqatni bilib najot topishi va Xudoning huzuri, ya'ni shu jannatda bo'lishi. Ya'ni Xudoning maqsadi kimdirni jannatga, kimdirni do'zaxga yuborish emas. Chunki ba'zi dinlarda shunaqa tushuncha bor, ya'ni ularni shu ilohiyatshunosligiga ko'ra Xudo ba'zi odamlarni jannat uchun yaratdi, ba'zi odamlarni do'zax uchun yaratdi. Lekin biz ishonadigan Xudo, ya'ni hech kimni do'zax uchun yaratmagan. Ya'ni insoniyat o'zini erkin irodasiga tayangan holda yoki abadiy Xudo bilan, ya'ni shu jannatda bo'lishni tanlaydi yoki bo'lmasa o'zini erkin irodasidan kelib chiqqan holda Xudoni inkor qilib abadiy do'zaxni tanlaydi.
Va do'zax haqida gapiradigan bo'lsak, bilasizmi? Bu yerda ham qiziq tushunchalar bor. Men o'ylayman bu tushunchalarga qaysidir ma'noda qanaqadir kinolar yoki qanaqadir multfilmlar ham o'zini ta'sirini o'tkazgan. Yoki do'zax haqida gapirganda, hattoki ko'p masihiylarni ham orasida shunaqa tushuncha bor. Ularda shunaqa tasavvur paydo bo'ladi, do'zaxda shu olov, balki u yerda qanaqadir katta qozonlar, qozonning ichida yog' qizdirilgan va u yerda qanaqadir jinlar yoki qanaqadir shayton sifat, qanaqadir mavjudotlar shu odamlarni qiynayotganlari, odamlar baqir-chaqir qilib azob boshidan kechirayotganini ko'pchilik tasavvur qiladi va menimcha bunaqa tasavvurga shu qanaqadir rasmlar, kinolar, multfilmlar o'zini ta'sirini o'tkazgan. Lekin biza bilishimiz kerak bo'lgan narsa, ya'ni do'zax bu boya biza gapirdik, ya'ni jannatda Xudoni 100% huzuri. Do'zax bu o'sha joyki, qayerda Xudoni huzuri bo'lmagan. Men xohlardim, mana hozir meni esimga tushdi. Havoriylar kitobi 17-bob. 24-oyatdan 28-oyatgacha o'qib bering. 17-bob 24dan 28gacha. Olamni va undagi hamma narsalarni yaratgan Xudo yer va osmonning egasi bo'lib, inson qo'li bilan yasalgan sajdagohlarda yashamaydi. Har qanday odamga jon, nafas va hamma narsani uning o'zi bergan. Shuning uchun u insonning qo'liga qarab qolmagan. U hech narsaga muhtoj emas. Xudo bitta odamdan jamiki elatlarni yaratib, ularni butun yer yuziga joylashtirdi. U elatlarning hayoti vaqtini va ular istiqomat qiladigan joylarning chegaralarini belgilab berdi. Xudo bularni meni qidirsinlar, paypaslanib bo'lsa-da topsinlar deb qildi. Haqiqatan ham u har birimizdan uzoqda emas. Zotan bir odamning aytishi bo'yicha biz unda yashaymiz, unda harakat qilamiz va unda mavjudmiz. Sizning shoirlaringizdan biri shunday degan edi. Biz ham uning zurriyotimiz. Amin. Ya'ni 27-oyatdami yoki 28-oyatda, ya'ni u orqali tirikmiz deb yozilyapti. Biz unda yashaymiz, unda harakat qilamiz va unda mavjudmiz. Amin. Ya'ni unda mavjudmiz. Boshqa tarjimalarda o'qishimiz mumkin. Ya'ni u orqali bizni hayotga egamiz. Va ilohiyatshunoslikda shunaqa tushuncha bor. Ya'ni Xudoni huzurini ikki qismga ajratish mumkin. Ya'ni immanentni va transsendentni. Ya'ni Xudo bir paytni o'zida transsendent, ya'ni bizni fizik olamimizdan tashqarida, fizik olamdagi vaqt-soatdan tashqarida va bir paytni o'zida Xudoni huzuri immanent, ya'ni bu bizani fizik olamda. Va shu aynan Xudoni huzuri bo'lgan uchun ham balki 100% jannatdagi huzur emas, lekin qisman Xudoni huzuri bo'lgani uchun ham bugun biza qanchalik azob uqubatlarni boshimizdan kechirmaylik, qanchalik qiyinchiliklarni kechirmaylik, baribir hayotimizda ko'p narsalar bor, qaysiki bizaga shodlik olib keladigan, xursandchilik olib keladigan, qanaqadir baxtli kunlarni olib keladigan. Ya'ni xursandchilikdan biza to'lig'icha mahrum bo'lmaganmiz va bularni sababi aynan Xudoni huzuri bo'lgani uchun. Lekin do'zax haqida gapirganimizda, aynan do'zaxda bu shunaqa joy, qayerdaki Xudoni huzuri yo'q joy. Xudoni huzuri yo'q joy bo'lgandan keyin o'z-o'zidan u yerda na kulgu, na qanaqadir baxt, na bir yaxshi narsa, ya'ni nimaki insonga xursandchilik olib keladigan, baxt olib keladigan narsa bo'lsa, u yerda yo'q. Chunki biza ilohiyatshunoslikni o'rganadigan bo'lsak, biz Xudoni atributlarini o'rganamiz va Xudoni atributlaridan biri misol uchun sevgi. Ya'ni Xudoni hattoki kalomda bir nechta joyda yozilgan, ya'ni Xudo sevgidir. Xudo nurdir. Va do'zaxda sevgi bo'lmagandan keyin, Xudoni huzuri bo'lmagandan keyin, u yerda bir shodlikka, xursandchilikka hech qanaqa sabab bo'lmaydi. Mana shu joy do'zax. Chunki bilasizmi,
ko'plarning tasavvurida shunaqa, ya'ni Xudo odamni oladi va majburlab do'zaxga tashiydi, u do'zaxda shu olovda yonadi, qovuriladi, kimdirlar olib jannatga tashiydi. Yo'q. Ya'ni boya aytib o'tganimizdek, jannat bu Xudoni huzuri va kim Xudoga bo'ysunib, ya'ni uni irodasini bajo keltirib, uni orqasidan ergashsa, u abadiy Xudoni huzurida bo'ladi. Ya'ni jannatda kim bu narsani inkor qilsa, u Xudoni huzuridan mahrum bo'ladi. Mana o'sha inson uchun do'zax yoki bo'lmasa jahannam bu narsa, ya'ni Xudoni huzuridan mahrum bo'lishi. Biza boya aytib o'tdik, ya'ni Xudoni huzuridan mahrum bo'lish bu demak sevgidan, qanaqadir shodlikdan, xursandchilikdan, barchasidan mahrum bo'lish demakdir. Hozir Rabbimiz Iso Masihning so'zlari esimga tushyapti-da. Ular u yerda qattiq pushaymon bo'lib, fig'on chekadilar deydi-yu. Ya'ni menimcha shu so'z biroz hozir siz aytayotgan narsalarni tasvirlasa kerak-da. Boya biz aytdik, jannat bu nima? Jannat bu abadiy shodlik, abadiy xursandchilik, abadiy muqaddaslik bo'ladigan joy. U yerda hech qanaqa yovuzlik bo'lmaydi. U yerda hech qanaqa bir ko'z yosh, urush, janjal degan umuman hech narsa, yomon narsa bo'lmaydi-da. Va shunga qarama-qarshi bu do'zax. Ya'ni kalom aytyapti, u yerda abadiy fig'on bo'ladi, ko'z yosh to'kiladi. Ya'ni do'zax bu shunaqa joyki, hatto umuman hech qachon na xursandchilik, na bir kulgi, na bir orom topish, shunaqa narsalar bo'lmaydi va buni tasavvur qilishi o'zi qanchalik qiyin. Chunki masalan hayotimizda og'ir paytlar bo'ladi, to'g'ri? Lekin biz bilamiz ertaga masalan quyosh chiqadi, hammasi yaxshi bo'ladi. Qanaqadir umid bor-da. Lekin do'zaxda doim odamlar fig'on cheksa, shu jonlar deylik-a, fig'on cheksa, bu yerda qanaqadir umid bo'ladimi? Qarang, misol uchun boya mana siz aytib o'tdingiz, fig'on chekish. Bizda kalomda ko'p joylarda o'qishimiz mumkin. Misol uchun itlarni g'irchillatadi yoki bo'lmasa abadiy olov yoki abadiy zulmat, shunaqa so'zlar bilan ifodalangan. Lekin bu so'zlarni, ya'ni to'g'ridan to'g'ri talqin qilish noto'g'ri. Ya'ni bu so'zlarni biz bu oyatlarni bir joyga jamlagan holda shu bir-biriga solishtirgan holda talqin qilishimiz kerak. Va aynan shu ishlatilgan so'zlar bular ya'ni ramziy ma'noda deyiladimi? Ya'ni obrazniy выражение, ya'ni metafora, allegoriya, ya'ni shunga o'xshagan narsalar. Chunki kalomda biron joyida u yerda abadiy olov deyilgan bo'lsa, boshqa joyda o'qiymiz u yerda abadiy qorong'ilik. Lekin ikkalasini to'g'ridan to'g'ri biza talqin qiladigan bo'lsak, olov bor joyda yorug' bo'lishi kerak. To'g'ri. Shuning uchun biz shunaqa talqin qilamiz, ya'ni bu so'zlarning ishlatilishidan maqsad qaysidir ma'noda tasavvurlab berish. Lekin u yerdagi shu fig'on chekadi dedingizmi? Fig'on chekadi. Buni shunaqa tasavvurlasa bo'ladi. Bilasizmi? Har bir odam, u kim bo'lishidan qat'iy nazar, o'zini hayoti davomida shunaqa holatlarni o'zini boshidan kechiradi. Balki siz ham, men o'ylayman, hayotingizda ham o'zingizni boshingizdan kechirgansiz. Bilasizmi? Shunaqa gap bor-ku, jonim og'riyapti deydi, bilasizmi? Vроде бы plyus bor, vроде бы oilangizda hammasi yaxshi, ishingiz yaxshi, lekin nimagadir ichingiz og'riydi. Ruslar shunaqa gapni gapiradi-ku, duша болит. Tinchlik bo'lmaydi qanaqadir. Qanaqadir ichingizdan qanaqadir siqilish, ichingizdan qanaqadir qiynoqqa o'xshagan narsa bo'ladi. Ya'ni buni bugungi kunda biza masalan meditsina sohasi har xil so'zlar bilan buni atash mumkin-da, qanaqadir depressiyaga odam tushibdi deyishimiz mumkin. Lekin nima bo'lganda ham shu inson ichida qanaqadir og'riqni his qiladi va afsuski bu narsaga bugungi kunda dori o'ylab topilmagan. Misol uchun boshingiz og'risa dori ichasiz, biron bir joyingiz og'risa doktorga borasiz, qanaqadir narsalarni iste'mol qilasiz va shifo topasiz. Lekin insonni joni og'riganda unga qanaqadir dori berish foydasiz.
mana shu insonni ichki dunyosi, jonini siqilishi bu do'zaxni, ya'ni Xudoning huzuridan mahrum bo'lishni azobini qanaqadir, ya'ni qismi deb aytsak bo'ladi. Mhm. Bilasizmi, Zabur kitobida uzr gapingizni bo'ldim. Dovud ham shunga o'xshagan hodisalarni boshidan kechirgan. Bu hattoki Zabur kitobida Xudovandga shunaqa nola qilyapti: Xudoyim, nimaga meni tashlab qo'yding? Ey jonim, nimaga siqilyapsan? Ya'ni Dovud ham o'zini boshidan shu narsalarni o'tkazgan va bu narsani u Xudoning huzuri bilan bog'lagan. Xudo, nimaga sen meni tashlab qo'yding? Nimaga sen mendan ayrilding? Ya'ni Dovud shuni aytgan, ya'ni qaysi ma'noda Xudo mendan uzoqlashdi, Xudoning huzuri meni hayotimdan ketdi va men shu uchun jonim siqilyapti, jonim og'riyapti. Mana do'zax aynan shu Xudoning huzuridan mahrum bo'lish, Xudodan ayrilib qoladigan joy bu do'zax desak bo'ladi. O'zi do'zax, boya biz aytdik, jannat nima uchun yaratilgan? Inson uchun yaratilgan. O'zi avvalambor birinchi maqsadi do'zax nima uchun yaratilgan? Endi to'g'ridan to'g'ri Iso Masihni shunaqa gapi bor, ya'ni do'zax bu shu shayton va uni xizmatkorlari uchun yaratilgan joy deb Iso Masih o'zini so'zida aytib o'tgan. Ya'ni biz aytishimiz mumkin, odam o'zi tanlaydi, yoki u Xudoga ergashadi, yoki shaytonga ergashadi va abadiy keyin odam abadiyatini qayerda o'tkazish, oxirgi borish nuqtasi ham shunga bog'liq bo'ladimi? Albatta, albatta. Misol uchun Vahiy kitobida biz o'qiymiz, ya'ni Iso Masih aytadi: "Men eshikni oldida turibman va taqillatyapman. Kim o'zini qalbini, yuragini ochsa, men kiraman va kechlikni birga baham ko'raman" deydi. Ya'ni boshqacha qilib aytganda, yurakni eshigi bu ichkaridan ochiladi va yurakni ochish uchun bu insonni o'zini xohishi juda ham muhim. Ya'ni Xudo qanaqadir zo'ravon emaski, Xudo qanaqadir bosqinchi emaski, insonni hayotiga bostirib kelib uni xohishiga qarshi o'zini hukmini o'tkazadigan. Xudo insoniyatga erkin iroda bergan va har bir inson o'zi tanlov qiladi. Yoki abadiy Xudoning huzurida bo'lish, ya'ni bizlarni so'z bilan dunyoviycha yoki insoniycha so'z bilan aytadigan bo'lsak, ya'ni jannatda bo'lish, yoki Xudoning huzuridan mahrum bo'lib, Xudoning huzurisiz shu do'zaxda bo'lish. Vaqtimiz juda ham tez o'tib ketyapti. 12 daqiqa vaqtimiz qoldi. Keyin yana bir nechta kommentariy yozgan ekanlar. Lekin ko'p yozgan ekanlar, o'shaning uchun bir necha qismga bo'lib o'qishga harakat qilaman va men o'ylayman bularni kommentariylariga, savollariga javob berganimizcha vaqtimiz ham tugab qolsa kerak. Demak, birinchi yozayotgan gaplari: cheksiz jazo nega chekli gunoh uchun? Inson 60-70 yil yashab qilgan xatosi uchun nega abadiy azob olishi kerak? Nega tug'ilgan joy najotni belgilab qo'yadi? Agar kimdir musulmon yoki nasroniy emas, balki masihiy deymiz, oilada emas, boshqa muhitda tug'ilsa, bu uning aybimi? Nega dalil yashirin? Agar jannat va do'zax eng muhim haqiqat bo'lsa, nega buning isboti hammaga bir xil va aniq emas? Rahimli Xudo nega abadiy qiynaydi? Cheksiz rahm-shafqat bilan cheksiz azob qanday birga bo'lishi mumkin? Erkin iroda qanchalik erkin? Agar Xudo oldindan kim jannatga, kim do'zaxga tushishini bilsa, tanlov haqiqatdan erkinmi? Jannatdagi baxt axloqan qanday? Bu haqida gaplashdik. Agar yaqinlaring do'zaxda bo'lsa, sen jannatda qanday baxtli bo'lasan? Do'zax tarbiya uchunmi yoki qasos uchun? Agar maqsad tuzatish bo'lsa, nega jazo abadiy? Bilmadim, bu Kingni savollarimi yoki ChatGPTning savollarimi, lekin shunga javob berib ketsa, izoh berib ketsa yaxshi bo'lardi. Menimcha bu savollarni barchasiga javob berishga vaqtimiz yetmaydi. Lekin qo'ldan kelgancha harakat qilamiz javob berishga. Hozir siz hammasini o'qib chiqdingiz. Bu boshlanib ketadi. Yo'q. Imkoniyat bo'lsa shu bitta qilaylik, chunki bu yerda juda katta mavzuda. Menimcha asosiy, ya'ni nima uchun 60-70 yil yashab qilgan xatosi uchun odam abadiy azob olishi kerak? Shuni atrofida menimcha savol bor. Bunga javob beraylik birinchi. Ya'ni inson 60 yil, 70 yil qilgan gunohi uchun nimaga abadiy jazo olishi kerak? Yo'q, bu yerda gap ketmayapti. U 60 yil, 70 yil qilgan gunohi uchun abadiy jazo oladi deb. Unga Xudo yo'l qo'ymaslik uchun ham Xudo najotkorni yubordi va inson 60 yil yashab gunoh
qilishdan qat'iy nazar u haqiqatdan ya'ni chin dildan iymon keltirsa, tavba qilsa, Xudo aytyapti, men uni barcha gunohlarini kechiraman. Va u iymoni orqali oqlanadi va Xudoning huzurida abadiy bo'ladi. Endi nimaga abadiy u do'zaxda bo'ladi, abadiy jannat jahannamda bo'ladi degan masalaga kelsak, bunga endi Xudo aybdor emas, ya'ni insonni o'zi bu tanlovni. Ya'ni oddiy misol qiladigan bo'lsak, misol uchun poyezd keldi, eshikni ochdi, 10 minut 15 minut turdi. Chiqqan chiqdi, eshik yopilib, poyezd ketgandan keyin qolib ketdi. Endi bu uchun kimdirni ayblash noto'g'ri bo'ladi. Shunga o'xshab, ya'ni Xudoni nimaga endi men abadiy azob chekishim kerak deb ayblash bu noto'g'ri. Ya'ni Xudo imkoniyat beryapti, lekin inson bu imkoniyatdan foydalanmayapti, o'zi tanlov qilyapti. Keyingi yozgan savollarim mana shu gapingizga aynan qo'shimcha bo'ladi. Xudo odamlarning do'zaxga tushishini xohlamaydi deb aytdingiz, lekin jannatdan ko'ra do'zaxga ko'proq odam tushadi. Demak, hatto Xudoning ham xohislari armon ekanda, xohlagan narsasi bo'lmas ekanda. Bu gap bu yerda armonda emas. Bilasizmi gap nimada bu yerda? Bir ateist odam buni logicheskiy sillogizm deydi. Ya'ni u shunaqa savol bergan, ya'ni sani xudoying shunchalik buyuk bo'lsa, u shunaqa tosh yarata oladimi, qaysiki o'zi ko'tara olmaydigan. Va o'shanda iymonli inson shunaqa javob bergan, ha, Xudo shunaqa toshni yaratdi, bu ham bo'lsa sani yuraging. Ya'ni boshqacha qilib aytganda, Xudo insoniyatga shu erkin irodani berdi va Xudo xohlaydi shu inson najot topishini, lekin uni irodasiga qarshi chiqmaydi. Tushuntira oldimmi fikrimni? To'g'ri. Demak, Xudo ma'lum bir ma'noda o'zini harakatlarini insonni erkin irodasi bilan bir cheklaydi desak bo'ladimi? Qaysidir ma'noda Xudo cheklaydi. Ya'ni chunki Xudoning tabiati shu, ya'ni Xudo qanaqadir bosqinchi emas, insonni majburlashga, do'zaxga borasan yoki jannatga borasan, erkinlik beradi. Mark 9:49dir. Mark 9:43-48 ni keltiryapti, do'zaxga uchmaydigan olovga, ya'ni u yerda qurt o'lmaydi. Aniq yozilgan joyni nega boshqacha tushunishga harakat qilyapsizlar? Ramziy tushunsa hamma o'zicha tushunardi. Shundan masihiylikda minglab bo'linishlar bor. Demak, Xudo shunaqa tushunarsiz yozgan ekanda, hatto oddiy kara jadvalini hamma bir xil tushunadi. Agar Bibliya Xudoning kitobi bo'lsa, tushunarsiz yozilganmi? Menimcha boya do'zaxning ko'rinishi haqida gaplashgan narsalarimizga yozilib bular va yana qo'shimchalar Rimliklar 9:15 ni o'qinglar, Bibliyada boshqacha yozilgan. Muqaddas kitob Rimliklar 9:15 da Xudo Musoga marhamat qiladiganimga marhamat qilaman, shafqat qiladiganimga shafqat qilaman deb aytgan deb yozilgan, lekin to'g'risini aytsam buni nimaga keltirganlarini tushunmadim. Demak, boyaga. Ya'ni Rimliklarda keltirgan oyatlari menimcha, ya'ni Xudo kimdirga rahm qiladi, kimgadir rahm qilmaydi. Shu ma'noda keltiryaptilar. Va yana shu boya aytdik, biz ramziy ma'noda aniq aytolmaymiz deb, menimcha o'qdan shu yozyapti, do'zaxga, ya'ni o'chmaydigan olovga va u yerda qurt o'lmaydi deb yozilgan. Nimaga aniq joyini boshqacha tushunishga harakat qilyapsizlar deb yozyaptilar. Bu so'zlar metafora. Agar biz tarixiy tarafdan o'rganadigan bo'lsak, aynan shu Falastinda shunaqa bir, men nomi esimdan chiqdi, shunaqa joy bo'lgan, odamlar axlatlarini tashlaydigan joy. Mana bugungi kunda har bir davlatda bor-ku, bizda ham bor va u yerga doim axlat tashaladi, yillar mobaynida axlat tashaladi va u kun issiqligidan yonadi, o'chadi, tutab yotadi. U yerda har xil haroratlar yuradi, yashab, ya'ni qanaqadir qumursqalar va aynan Iso Masih o'sha davrdagi odamlarga tushunarli bo'lishi uchun aynan shu joyni misol qilib keltiryapti. Ya'ni do'zaxni qaysidir ma'noda tasvirlab beryapti insoniy tillar bilan, insoniy so'zlar bilan. Lekin aynan do'zaxda shunaqa bo'ladi,
deb aytish bu noto'g'ri bo'ladi. Chunki do'zax haqida biza gapirayotganimizda kalomdagi barcha do'zax haqida gapiradigan oyatlarni bir joyga jamlab, keyin bir qanaqadir xulosaga kelamiz. Va oxirgi izohlarni o'qiyman, hammasiga batafsil javob berishga vaqt yo'q. Demak, yoqmaydigan joylarini metafora deb ketsa bo'ladimi Bibliyada deb Menimcha bu savollari bilmadim-u qanchalik o'rinli. Menimcha o'rinsiz. Nimaga? Chunki mayli даже u yerda olov bo'ldi deylik. Bu ham baribir azob, ya'ni to'g'ridan to'g'ri talqin qilib u yerda olov bo'ladi desak ham, ya'ni hech narsa o'zgarmayapti yoki bo'lmasa qanaqadir ya'ni Xudoning huzuridan mahrum bo'lingan joy, Xudodan ayrilib qolingan joy desak ham, ya'ni Xudoning huzuri siz boya aytdik-a, ya'ni abadiy qanaqadir nimadir yetishmovchilik, shu insonni ichki dunyosini og'rig'i deb tasavvur qildik. Bunaqa azob bo'lsa ham, ya'ni baribir ikkala holda ham inson o'zini boshidan qanaqadir azoblarni, qiynovlarni o'tkazyapti. Shu uchun bu yerda nima deydi? Bu to'g'ri kelyapti, shunaqa tushunamiz, bu to'g'ri kelmayapti, bunaqa qabul qilmaymiz deyishdan emas gap. Gap bu yerda ya'ni qo'ldan kelgancha shu oyatlarni bir joyga jamlab va qo'ldan kelgancha to'g'ri fikr chiqarish. To'g'ri, chunki haqiqatan bu olov bo'ladimi yoki boshqa qiynoq bo'ladimi, boshqa azob bo'ladimi, bu katta ahamiyatga ega emas va muqaddas kitob orqali Xudoning maqsadi bizaga ikki she'riyatda hamma narsani tushuntirgan emasda. Avvalambor Xudoning maqsadi muqaddas kitob orqali bizani oldinda o'zi nima kutyapti? Abadiyatda nima bo'lishi mumkin? Abadiyat qanaqa joyda o'tishi mumkin? Men umumiy qanaqadir kategoriyalarga berish uchun biz xohlaymizmi, yo'qmi, biza qanchalik bizaga bu yoqmasin yoki tushunarsiz bo'lsin, lekin bizani insoniy tushunchamiz, insoniy ongimiz baribir ancha cheklangan. Hatto bu yer yuzini o'zida bizani mantig'imizga to'g'ri kelmaydigan, biz tushunmaydigan narsalarimiz ko'p. Hatto masalan, insoniy aytaylik munosabatlar orasida yoki dunyoda bo'layotgan narsalar biza aqlimizga sig'dira olmaydigan narsalar juda ham ko'p. Va ruhiy narsaga kelganimizda, shunaqa yuksak narsaga kelganimizda, menimcha bu tabiiy hol biza hamma narsani oxirigacha anglab yeta olmasligimiz. Lekin asosiy biz aytyapmizki, Xudo bizga muqaddas kitobda aytadigan narsasi jannat bu muqaddas joy, abadiy shodlik, abadiy xursandchilik bo'ladigan joy. Ko'z yosh bo'lmaydi deb va'da beradi Xudo. U yerda hech qanaqa kasallik bo'lmaydi deb, hatto yirtqich hayvonlar bilan uy hayvonlari birga o'ynaydi deydi kalom. Ya'ni muqaddas joy. Xudoni huzuri to'ldiradigan joy. Mana shu biza biladigan narsa shu. Lekin boya aytgandek, u yerda qanaqa bo'ladi, balki ko'rinish qanaqa bo'ladi, aytaylik havo qanaqa bo'ladi, bu ikkinchi darajali narsalar-da. Va do'zaxga kelganimizda ham xuddi shunaqa. Asosiy narsa biza bilishimiz kerak bo'lgan bu Xudoning ulug'vorligidan, Xudoning huzuridan insonlar mahrum bo'ladigan joy. Abadiy fig'on joyi, abadiy balki zulmat. Uni ham ko'rinishni biz oxirigacha tushunib yeta olmaymiz. Lekin qanaqadir umumiy kategoriyalarni bilamiz va asosiysi biz bilamiz abadiy osmon shohligini, jannatni Xudo insonlar uchun yaratgan va do'zaxni esa Xudo yovuz ruhlar uchun. Avvalambor yovuz ruh uchun, shayton uchun, iblis uchun mo'ljallangan joyda va bugun men o'ylayman biz ko'proq abadiy osmon shohligi, jannat va do'zax qanaqa ko'rinishga ega ekanligi haqida emas, balki men bugun kimga ergashyapman? Mani abadiyatim qayerda o'tadi? Xudo bor joydanmi, Xudo yo'q joydanmi? Boya aytganingizdek, odamda erkin tanlov bor. Xudo hech kimni majburlamaydi-da. Biz o'zimiz tanlaymiz. Lekin men bugun abadiy qayerda bo'lishni xohlayman. Agar men Xudo bor joyda bo'lishni xohlasam, men Xudoga ergashaman. Agar men Xudoni tanlamasam, marhamat, Xudo meni qiynalishimni xohlamaydi, lekin men Xudo yo'q, Xudoni huzuri to'ldirmagan bir noaniq qanaqadir zulmat, fig'on bo'ladigan joyda, ya'ni shunchaki Xudo tashlab qo'yadigan, Xudo qoldirib ketadigan joyda bo'lishi mumkin. Bugun shu eng asosiy qaror har bir inson toki bu hayotda yashayotgan, bu hayotdan ko'z yummagan ekan, shu qarorni qabul qilish kerak va kimga ergashadi, u qaysi yo'lda yuradi, asosiysi shuni hal qilishi kerak. Amin. Lekin men o'ylayman yana bitta savollarga qisqacha fikr bildirib ketish kerak. Menimcha shunaqa yozdilar-yu, ya'ni nimaga insonni qayta tug'ilishi uni najot topishiga bog'liq. Shunga o'xshagan savol berdilar menimcha.
Ya'ni biz bunaqa ishonmaymiz. Ya'ni insonni qayta tug'ilishi uni najot topishiga yoki najot topmasligiga mutlaqo aloqasi yo'q. Ya'ni inson xohlagan joyda najot topishi mumkin, xohlagan joyda najotini yo'qotishi mumkin. Qanaqadir geografik nuqta uni najot topishi uchun hech qanaqa nima deydi, to'sqin bo'lolmaydi. to'sqin bo'lolmaydi. Va oxirgi bitta kommentariyni vaqtimiz o'tib ketdi. Shuni o'qiyman, keyin xafa bo'lmaysiz, suhbatimizni keyingi hafta davom etishimiz mumkin. Buni yozyaptilar. Abadiylik o'zi mantiqsizlik. Hatto jannat ham trilliard yil o'tsa ham tugamasa, hammani joniga tegadi va yana yozayotgan narsalar tanlash uchun borligini bilish kerakmi? Ya'ni aniq jannat va do'zax borligiga inson amin bo'lishi kerakmi deb so'rayaptilar. Shu haqida qisqacha fikrni bildirsangiz, shu bilan afsus tugatishga majburmiz. Manimcha biz efirlarimizdan sal cho'zishimiz kerakmi? Endi abadiylik mantiqsizlik deyaptilar. Misol uchun biron bir insonni olaylik, 30 yosh yoki 35 yosh, aynan kuchga to'lgan, aynan nima deydi, hayotida hamma narsa boshlangan. Shu inson shu hayotida aytaylik, ko'p narsaga erishdi, maza qilib yashayapti-da, ya'ni hayotdan lazzatlanib yashayapti. Bu holati yaxshimi yoki shu inson ertaga yillar o'tib 70-80 ga kirib, ya'ni sog'lig'ini yo'qotib, shu o'tmishdagi lazzatlardan ayrilgani yaxshimi? Agar shunaqa tasavvurlaydigan bo'lsak, ya'ni men o'ylayman, har bir inson shu hayotidagi eng yaxshi nima deydi, moment deydimi? Eng yaxshi davrini doim bo'lishini xohlaydi. Hech bir inson qarib, o'lib ketishni istamaydi. Shuning uchun agar shu nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, agar abadiylikda inson bunaqa tasavvur qilmas baxtga, xursandchilikka ega bo'lsa, joniga tegmasa kerak. Joniga tegmasa kerak. Chunki siz hayotingizni eng zo'r davrlari, men o'ylayman, joningizga tegmaydi va buni yo'qotishni xohlamaysiz. Albatta. Amazonkada tug'ilgan odam xudo deganda oddiy toshlarni tushunishi mumkin, geografiyaga juda bog'liq. Bu juda zo'r savol. Keyin o'tgan safar biz shu narsani qisqacha tegib o'tdik, balki bu mavzuda o'zi alohida bir efir ham qilishimiz mumkin. Hech qachon Xudo haqida, Iso Masih haqida eshitmagan odamlarning taqdiri nima bo'ladi? Muqaddas kitob hayotda o'qimagan yoki har xil bir g'oyalarni ko'rishga, eshitishga va taqqoslashga imkoniyati bo'lmagan insonlarni abadiyati nima bo'ladi? Bu haqida biz alohida bir efir qilamiz. Afsuski bizning vaqtimiz o'z nihoyatiga yetdi. Hurmatli tinglovchilar, bizani ham Instagram ham Telegram orqali tinglayotganlarga katta rahmat. Biz bilan birga bo'lganingiz uchun. Sizlar bor ekansizlar, bu efirimiz ancha qiziq bo'ladi. Bizga ham shunchaki bir-birimiz bilan suhbatlashib emas, balki sizlar bilan suhbatlashib, sizlarning savollaringizni, fikringizni bilish juda ham qiziq va muhim. Biz esa mavzuyimizga nuqta qo'yishdan oldin shuni ta'kidlab ketmoqchiman. Biz mana bugun jannat va do'zax haqida suhbat qildik, lekin hech bir insonni haqqi yo'q kimdirni do'zaxga boradi, kimdirni jannatga boradi deb ta'kidlash. To'g'ri. Bu narsaga faqat Xudo baho beradi. Ya'ni unaqa bo'lishi mumkin, inson o'layotgan soniyalari u yuragida, qalbida tavba qilib Xudoni oldiga ketishi mumkin. Shuning uchun afsus, bugun juda ko'p odamlar bor, oldindan hukm chiqaradigan, buni do'zaxli, buni jannatli deb, lekin biz hech qachon bunaqa ta'kidlamaymiz. Biz hukm qilmaymiz. Biz hukm qilmaymiz. Xudoning qo'lida. Ya'ni biz gapirishimiz mumkin, bilganimizcha, aqlimiz yetgancha tushuntirishimiz mumkin, lekin hukmni qilishga haqqimiz yo'q. Hukm qilishga faqat Xudoning haqqi bor. Amin. Shu nuqtada biz efirimizni yakunlashga majburmiz. Hurmatli tinglovchilar, sizlarga katta rahmat. Yaxshi dam olinglar, kelayotgan hafta sizlarga marhamatli kelsin, ko'p yaxshiliklar, ko'p xursandchiliklar olib kelsin. Keyingi hafta yana jonli efirda ko'rishguncha hammaga Xudo yor bo'lsin deb qolamiz. Yaxshi dam olinglar.